Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Hop, biz keyingi xonadonimizni natijali patolog qilib bitirib berdik. Xudo xolasa ko'rib o'zinglar bitta baho berasizlar. Mana qanaqa chiqqanini. Hop, bu yerimizga chekasiga paryashi profil bo'lgan. Paryashi profil bilan pasvetkalari bo'lgan chekasida limon rangdan yonadi. Hop, o'rtamizga magnit trek berganmiz. Bu yerga xohlagancha shunaqa relsning anaqalar svetlar diodlardan olib kelib ulab beradi. Xo'p, bu yerda kuxna bo'ladi. Shu eshikdan shu yergacha kuxna bo'ladi. Bu kuxnaga bitishga ochib ketganmiz. Ko'rib baho bera olasizlar. Qanchaga tushganini kommentariyada yozinglar. Xo'p, mana bu yerda televizor joy oladi, mebellar joylashadi bu yerda. Hop, balkonga chiqamiz. Balkonimizda oddiy sinovoy profil bo'lgan, chekasi qora rezinkalar bilan aylantirib yugurtirilgan. Hop, bu yerda hozir karnizni o'rnatyapti. O'rnatish jarayoni olib borilyapti. Bu yerda parda bo'ladi. Hop, buni qochganini ham o'zinglar bitta baho berib berasizlar. Qancha santimetrga tegmasa, ko'ryapsizlar. Shularga behijolat ayta olasizlar, natijali patolog xizmatlari kerak bo'lsa. Chekasiga qora rezinkalar qo'yilgan, bu ham xudo xolasa paryashiga o'xshab turadi. Hop. Aka hormay. Hop, akamizni ishdan qoldirmaymiz. Hop, mana o'sha zalimizni ko'rinishi, xudo xolasa bu yerda mebellari bilan qo'ygandan keyin ham ancha chiroyli bo'ladi. Hop, bu yerda hozir sanuzyorni ham qilib berganmiz. Mana sanuzyorga kirib kelyapmiz. Sanuzyorlar bo'lsa, bu yerda chusvitga oladigan pasvetkalar qo'yilgan. Hop, 8 galagan. Bu yerda oddiy profildan bo'lgan, chekasiga bu yerga ham qora rezinkadan yugurtirilganmiz. Hozir sanuzyorlar ham chotki. Hop, keyingi xonamiz spanni bo'ladi. Spannimizdan no'g'risi o'zizgacha baho chiqqan. Hop, chekasiga paryashi qo'yganmiz, pasvetkalar bilan. Kech payti pasvetkani o'zini yoqib qo'ysa ham bo'ladi. Lustrani tushgan joyiga bitta ahamiyat berib bersa. Mana lustrani tushgan joylari. Hop, bu yerda keyin jalyuzi parda uchun yo'llar jalyuzini qanaqa qo'yadi parda. Shu yerga parda o'rnini qo'yib ketganmiz profil bilan. Karnizli profil qo'yganmiz. Hop. O'zinglar qanchaga tushganini bitta bizga aytib ketasizlar. Kimga yoqmasa kommentariyada yozinglar. Bunga natija xizmatlaringizni aloqaga chiqaring.